بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن عشر ونسكزنج درس الفصول الأربعة تورت فصل فصل الأردجان الفصول فصل برلجي خاب حصل خلاف بين باصم وشريف وأحمد وسمير حول الأفضل من فصول السنة. باصم شريف أحمد سمير arasida yilning fasllaridan eng afzal fasl borasida kelishmovchilik yuzaga keldi. فاتفقوا على الذهاب إلى أستاذهم ليحكم بينهم. Oralarida hukm qilishlik uchun ustozlarini oldiga borishga kelishdi. Mana bu to'rttalovi. فقال الأستاذ كل واحد منكم يتحدث عن الفصل الذي يراه الأفضل وبعد ذلك أحكم. Ustoz aytdilarki, sizlardan har biringiz o'zi afzal deb bilgan fasl haqida gapirib bersin va ba'da zalik mana shundan keyin men hukm aytaman. Qala Basim so'z boshlab aytdi. Fasl shita huwa afdalul fusul. Qish fasli fasllarning eng afzali. Sababini aytadi. Li'anna fihi tatasaqatul amtar. Chunki bu faslda yomg'irlar yog'adi. Fatarwil arda, sen nima qilasan? Yerni sug'orasiz deyapti-da endi. Suv sepasiz. Va tusaidu ala numuwil ashjari wal azhar. Daraxtlar va gullarning o'sishiga yordam berasiz. Va fi fasli shita aydan yartahu an-nasu min hararati ash-shams va yasharuna qariban min al-madafi. Qish faslida yana deyapti. İnsanlar quyosh haroratidan rohatlanishadi. Qishda yoqadi-ku va isitgichlarga yaqin o'tirib nima qilishadi? Bedor o'tkazishadi kunligisini. Qala Sharif aytdiki, faslur rabi' huwa afdalul fusul. Bahor fasli u sinflarning fasllarning eng afzali. Li'annahu faslul jamal wal khudra. Chunki u go'zallik va yam-yashillik faslidir. Fihi tatafattahul azhar. Unda gullar ochiladi. Va tugharridu at-tuyur, qushlar sayraydi. Va taksil ardu bil khudrati. Yer ko'klikni, yam-yashillikni kiyib oladi. Va ya'dilu at-taqs. Iqlim mo'tadil bo'ladi. Fayartahu an-nasu min al-malabis as-saqila. İnsanlar og'ir kiyimlardan dam olishadi. Kurtkalarni, shapkalarni kiyib yechib qo'yamiz-ku. Va yas'aduna bir-rahalatil jamila. Va go'zal safarlar bilan baxtiyor bo'lishadi. Va qala Ahmad ayt, faslus sayfi huwa al-afdal. Yoz fasli u afzaldir, eng afzali. Li'annahu faslun nashata, chunki unda faollik fasli. Va fihi tanduju as-simar, mevalar pishadi bunda. Va yal'abu as-sighar, bolalar o'ynashadi. Va yatulu an-nahar, kunduzi uzun bo'ladi. Va tastafidu al-ashjaru min hararati ash-shams. Quyoshning issig'idan daraxtlar foyda oladi. Va tu'attalu al-madarisu, madrasalar, maktablar yopiladi, ta'tilga chiqadi. Va tuqamu al-afrahu wal-a'rasu. Va to'ylar va bazmlar, xursandchiliklar bo'ladi. وقال سمير aytdiki, faslul kharif huwa al-afdal. Kuz fasli u eng afzali dedi. Li'annahu akhirul fusul. Chunki u fasllarning eng oxiri dedi. Va fihi yaqsuru an-naharu va tasqutu awraqul ashjar. Unda kunduzi qisqa bo'ladi va daraxt barglari to'kiladi. Va tasta'iddu al-ardu li-istiqbal al-amtar. Yer yomg'irlarni kutib olishga tayyorgarlik ko'radi. Va yahubbu an-nasu liqatfi az-zaytun. İnsanlar zaytunni uzishlikka nima qilishadi? Shoshilishadi, adashmasam. Habba kirishadi deymiz. Ya'ni zaytunni uzishlikka kirishadi. Al-muallim ya avladi, ustoz aytay bolalarim, kullu faslin lahu fadailuhu va ahamiyatuhu. Har bitta faslning o'zining fazilatlari va muhim ahamiyatli o'rinlari bor. Fabihim تكتمل دورة الحياة ولا غنى عن كل الفصول للإنسان والحيوان والنبات. خب يعني mana shu hamma fasllar bilan hayotning aylanishi mukammal bo'ladi.
Ya'ni inson uchun va hayvon va o'simliklar uchun har bitta fasldan behojatlik yo'q. Ya'ni baribir hojati bor deyilmoqchi. Lag'ina hojat yo'q degani o'zi, ya'ni hojati bor bo'ladi. Hop, ala maxtalafa al-istiqa va ala al-istiqa al-arba'a. Ala ma degani ala harfi jar, ma istifhom. Ya'ni nimaga ko'ra to'rtta do'st nima qildi? Kelisholmay qoldi. Alamada o'sha ma istifhomga kiradigan bo'lsa, ala mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Ma da bilamiz. Xo'p, alif tushib ketib qoladi go'da. Ila man ihtakama bo'ladi. Ila man ihtakama al-istiqa. Do'stlar, kimdan borib hukm so'rashdi? Kimga borib? Ma mumayyizatu fasl ash-shita. Qishni faslini afzalliklari nimada? Xullas o'zimiz qilamiz. Mana fi fasl as-sayf, yoz faslida nima bo'ladi? Tartafi'u darajatul harora. Harorat darajasi ko'tariladi. Buni ham o'zimiz qilamiz bemalol. Xo'p, bu yerda nima deyiladi? Fasl ash-shita jamilun va fasl ar-rabi' ajmal minhu. Qish fasli chiroyli, yoz fasli undan-da chiroyli. Chiroyliroq degani mana, ajmalu. Xo'p, Basim tawil, Basim uzun va Ahmad atwal minhu. Ahmad undan uzunroq. Bu yerda ismi tavzilni o'rgatyaptilar. Xo'p, bu yerda Osman, Basim tawil nima qilishimiz kerak ekan? Bir gap so'z kelayotgan so'zlardan yuqoridagi o'tgan narsadan foydalanib deyapti. Masalan, Basim tawil, Basim uzun. Osman atwalu minhu. Al-Qahira kabiratun, katta shahar. Ar-Riyod akbaru min al-Qahira. Qohiradan katta deyish mumkin yoki Al-Qahira yoki Ar-Riyod akbaru kabirun deymiz. Kattadir. Al-Qahiratu akbaru minhu deb va hokazo qilamiz. Hiya tawilun anti masalan, hiya atwalu minki bo'ladi. Sendan uzunroq u. Anta ajmalu minni. O'zgaradi. Ash-shita, yanayir yozamiz, desembr, oktober va hokazo fasllarni bu yerda hijriy oylar. Akmil mayyali kelayotgan to'ldiramiz. Fi sanati shahron. Bir yilda nechta oy bor? 12 oy bor, to'g'rimi? Isna ashara shahron. Fi shahri bir oyda nech kun bor? 30 kun bo'lsa 30 yawman yoki 29 yawman. 9 qilamiz. 29 yawman. Fil yawmi sa'atan 60 sa'atan. Bir kunda 60 soat bor. 24 soat qilsak 24 soat bor, to'g'rimi? 24 sa'atan. Bir kunda 24 soat bor. Fi sa'ati bir soatda nechta? 60 daqiqatan 60 soniya bormi? Fi daqiqati 60 saniyatan. Bir daqiqada nechta soniya bor? Bu yerda nechta daqiqa bor bir soatda deyapti. 60 daqiqatan. Mana rasmga ko'ra nima qilamiz? Ta'birlaymiz. Nara fi hadhihi sura. Bu suratda ko'ryapmizki, anna az-zawja va az-zawjata, albatta er va ayol fi shari'a, ko'chada. Hum yoki huma qilamiz. Huma nazala min al-hafila. Ular avtobusdan tushdi. Va indahuma mizallatun. Ularda soyaboni bor. Va hokazo, mana buni ko'ramiz. Mana bu yerda fi hadhihi sura deymiz. Mana shu suratda nara ko'ryapmiz. Anna at-tiflata yoki anna al-fatata, albatta qiz, nurina, ya'ni turi lana qilamiz yoki turina bizga ko'rsatmoqda nimani? Al-aynaba, uzumni, va tabatasimu va kulmoqda. Va hokazo. Muhammadun fil matar al-an. Muhammad hozir. Buni endi eshitishimiz kerak ekan. Bugungi dars shundan iborat. Mana 18-darsimiz tugadi. Keyingi dars 19. Vallohu a'lamu bis-savob.